Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugungi obzorimizda yana bitta ishimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu ishlarimizni zalatoy dubdan qilib berganmiz. Rangi aynaklari bir qavat bo'lgan, yo'qdek oyna bo'lgan. Xo'p, bularimiz bo'ylari 280 bo'lgan, enlari ham 275 bo'lgan. Xo'p, bularimiz tagini alkofolli qilganmiz. Tepalari bir qavat, yo'qdek oyna bo'lgan. Keyin ustunlarni alkofollar bilan o'rab o'tganmiz. Mana yerga 1.30 ga eshiklarni o'rnatganmiz. Eshikning bo'yi ham 320 atrofida. Eshiklarimiz yaxshi, ruchkalarni ham yaxshisidan qo'yganmiz. Xo'p. Bu yerda ham alkofollarni o'raganmiz. Chokilari ham zo'r holatda turibdi. Tagini aşağı aytganimdek alkofon yaxshi material, yomg'ir sochinda, quyoshda sifatli, chidamli mahsulot. Xo'p, bu romimizni 4 ko'z qilganmiz, o'rtadan bittadan ochilish qilganmiz. Tepalarini 2 ko'z qilganmiz. Razmerlari katta, bo'ylari ham katta hisobiga 4 ko'z qilganmiz. Razmerlar chiroyli chiqish uchun. Xo'p, bu romimizni 4 ko'z qilib, o'rtadan ikkita ochilish qilganmiz. Bu romimiz 280, ya'ni ham bo'yi ham bir xil bu razmeri ham. Xo'p, bu romda ham ikkitadan ochilish qilganmiz. Bu cheka bilan bu chekani bittadan ochilish qilganmiz. Robotxonaga ham bitta ochilish qilganmiz. Keyin mana chekasini ham chiroyli qilib, ustunlarni alkofon bilan o'raganmiz. Bu yoqqa ham 2 qanotli eshik qo'yganmiz. Eshikning bo'yi ham nariga bilan bir xil 320. Bu yerga ham 2 qanotli eshik qo'yganmiz. 1.30 ga joylashgan eshigimiz. Eshigimizda ham qo'shimcha joylari bor. Bu yerda ham bu yer bilan bir xil qilib qo'yganmiz. Xo'p, akalar, buni kvadrat metri gapiradigan bo'lsak, общий joyi 60 kvadrat chiqqan. Bularimiz 600 ming so'mdan 36 millionga to'xtagan. Hozirgi kunda shunaqa narx bo'ldi. Agar kimyodir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar, o'zimiz chiroyli qilib olib borib, ustanovka qilib qo'yib beramiz. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Xudo xolasa, bunaqa ishlarni hali ko'pini ko'rsatamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar, qanaqa chiqqanini o'zingizlar baho beringlar. Hammaga rahmat.